Azizlar, assalomu alaykum. Hayotlarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Biz yana Sihat klinikasidamiz va qandli diabetda davosi borligini sizlarga isbotlashda davom etmoqdamiz. Navbatdagi mehmonimiz deyman endi, chunki bemor emas. Hanifa opa bundan 4 oy avval qandli diabetdan qutulish uchun operatsiya o'tkazgan va mana bayramlarda o'tkazib qayta ko'rikka kelibdi. Hanifa opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. O'tib ketgan hayit bayramlaringiz bilan. Rahmat o'zlaringda ham. Xo'p, Hanifa opa, mana 4 oy oldin siz qandli diabeti bor insonlar qatorida edingiz. Hozir bu narsa sizda yo'q. Chunki mana hozir tekshiruvlik qondagi qand miqdori 5 chiqyapti. Operatsiyadan oldin necha yurardi qondagi qand miqdoringiz? Operatsiyadan oldin 14 yurardim. Dorilar, tabletkalar, har xil damlamalar bilan 14 yurardi. 10, 12, 14 shunaqa qilib o'ynab turardi. Har 6 oyda lecheniya olardim. Ahvolim ancha og'ir edi. Ya'ni og'ir deganingizda qanaqa edi? Nima shikoyatlar bor edi? To'xtovsiz suv ichardim, chanqardim. Hojatga chiqish ko'p. Oyoqlarim zirqirab og'rirdi. Xuddi bir ishni ko'p qilgan odamdek holsizlanib faqat yotardim. Keyin chestit kasali meni juda ko'p bezovta qilardi. Endi hojatga ko'p chiqaverganingiz yo'lda shamollaydi, sisib bo'lib qolasiz. Kasaldan borib davolamagan joylarim qolmadi. Xudoga shukur, mana Telegram, YouTube, internetlardan ko'rib, izlanib, Ahror Qo'shmatovni intervyularini ko'rib, sizlar intervyularingni ko'rib kasallar bilan shuni ko'rib xursand bo'ldim. Allohga shukur, bizni ham kasalimizga davo topilibdi dedim. Albatta, davo Allohdan, biz shunchaki sababchi bo'ldik bu narsaga. Shu yoqqa kelishimdan avval mana bu analizlar topshiring o'zingiz rayoningizda dedingiz. Topshirdim, lekin analizim u yoqda yaxshi chiqmadi. Keyin men sizga yozaverib, savol beraverib, sizni zeriktirib yubordim. Va nihoyat opa shu yerga keling, shu yerda topshiring analiz dedingiz. Men shu yerga keldim. Analizlarim Xudoga shukur yaxshi chiqdi. Shu kuni shu yerda qoldim. Analizlarni kechgacha topshirdim. Alhamdulillah, ertasi kuni operatsiya qildilaring. Operatsiyadan yaxshi chiqdim. Yaxshiman. Hozir hech narsa meni bezovta qilmaydi. Xudoga shukur. Darddan qutulganingiz rost bo'lsin, Alloh shifo bergani rost bo'lsin. Yana shunga o'xshagan bemorlar, ya'ni qandli diabet 2-tipi bilan olayotgan bemorlarga tavsiya etasizmi bu operatsiyani? Albatta tavsiya etaman. Men bu yerdan operatsiya bo'lib borganimdan keyin tanish bilishlarim va bir hamma qiziqib ko'radi. Bilishdi, so'rashdi, kelib ko'rishdi. Men tavsiya qildim, juda ko'p insonlar qildirdi. Men tavsiya qilaman hammani ham shu yerga kelib, klinikaga kelib operatsiya qildirishini. Bu yerdagi vrachlarimiz juda ham xushmuomala, shirin so'z, odamni ko'ngliga qaraydi. Mana haligacha maslahatimiz kerak bo'lsa, maslahatlari albatta telefon orqali so'raymiz, kelib ketyapmiz mana. Juda ham iliq munosabatda yaxshi kutib olishib, bizga yaxshi maslahatlar berishyapti. Buning uchun vrachlarimizga katta rahmat. Sizga ham rahmat Hanifa opa, bizni eslab kelganingiz uchun. Hanifa opam o'zi o'qituvchi, ustoz va ish jarayoniga mana avvalgi holatdan qutulib, shikoyatlardan qutulib qaytdim. Siz ham qandli diabetdan qutulishingiz mumkin. Buning uchun biz bilan aloqaga chiqing, bizga murojaat eting. Agarda operatsiya standartlariga to'g'ri keladigan bo'lsangiz, Xudo xolasa yordam beramiz. Albatta. Endi bu dardning davosi bor. Xayr, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling. Rahmat, sizlarga ham salomat bo'linglar.